Like'ni bosgan odam xohlasa yutadi akalar. Jonivorlar qarang. Ikkalasi ham qo'chqin. Like'ni bosib obuna bo'lgan mana ketdi. 1 million 300 mingdan. 1 million 300 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube va chorva ishqibozlar akalar. Mana bundaqa puli yengil, juda sog'liqni haqiqiy ishqibozlar akalar. Akalar videoni ochiq kuzatib turasizlar. Bugunga bir 2 parta, 3 parta yaxshi qo'ylarimiz kelgan. Pulini arzon qilib chiqarib akalar siz obunachilarimiz uchun. Faqat bugun obunachilar uchun ishlaymiz akalar. Like-ni tirsiz bosib kanalga obuna bo'lib turiblaring. Biz Akmaljon bilan buni bor ma'lumotini beramiz. Akmaljon yaxshimisiz? So'msiz yaxshimi? Ha, rahmat. Qo'y yaxshilardan gap kelyapti. Qo'ylar bugunga arzonlardan, puli yengillardan yegan. Zo'rlardan-a? Like-ni bosib turish olsin videoni. Necha parta qo'y chiqadi Akmaljon? Bugunga 3 partiya qo'yimiz bor. 3 partiya. Oxirida bitta ikkisagina bolamiz bor. Uni ham chiqarib beramiz. Gap yo'q. Va birinchi partiyamizga 4 dona ekan-a? Partiyaga 4 dona haqiqiy yetugidan. Polvonlarida. Haqiqiy puli arzondan kerakdagi akalarimizga yetib keldi mana. Xolos hammasi yirik sog'liqlar ekan. Akmaljon bular bo'g'oz qisilligi qanaqa? Bo'g'oz qisilligi islomga qancha bilinib qolibdi. Yelin tashab qorlar osilib qolibdi. Endi mana shu narsa 50 kellik olishoradi, lekin qisirga berib bo'lmaydi. Garantiya berib bo'lmaydi, 50 kellik. Lekin akalar mana qo'ylar yelin to'ldiryapti ko'p. 3 ta bo'lsa ham akalar yellar tashab qorin tashlab qo'yibdi. O'zi qisir qo'ydi, o'zi yo'q ekan. Dalamni qo'ydi. Pap yelin tashlab yuborishi ham mumkin. Xo'p, bo'ybasi nima deymiz? Bo'ybasini 80 ga olishaveradi. 80 yoshlari-chi? Yoshlari mana bitta ikkita ish mana uni. Xo'p, kashtan ikkita ish bitta. Qolganlari-chi? Uchalasi 4 ta olib chiqaryapti. Uchinchi qoringa. Qoringa, birinchi qoringa. Gap yo'q. Qo'ylar haqiqiy zo'r ekan. Xo'p, narxini yengil qilib chiqaramiz akalar. Chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha to'qlini narxida bo'ladi. Xo'p. Yebishlar zo'r sog'ligiga. Yebishchi vaqti zo'r qo'yiladi. Narxini qancha deymiz Akmaljon? Narx Islomjon aka tekis 5 milliondan ketaveradi. 5 million so'mdan. 5 million so'mdan ketaveradi. Bir joyga olsa, son 4 dona. O'tib beradigan joyi bormi? Xayri bor. Qancha o'tib berasiz Akmaljon? Mekin yo'q. Chiroyli qilib chiqarib bering. O'tib beradigan joyda shayla o'tib bering, uka qo'yingni oldim deyshadi. 100 ming so'm o'tib beraman xayriga. Bora. 4 million 900 ming so'mdan ishqovoz aloqa chiqaverasiz. 4 million 900 dan. Hammasini bir joyga olishga ketaveradi 4 million 900. Bormi ishqovoz akalar mana? 4 million 900 ming so'mdan. Ayda-bayda yo'q. Shoshiling aloqaga chiqing aka. Xudo xolasa yaxshi baraka topasiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatli-ya? Vodiy bo'ylab dastlabkasi o'zimiz beramiz. Jonivorda qarang. Gap yo'q. Like-ni bosib qo'rasiz aka. Xudo xolasa arzon chiqdi. Arziydi. Like-ni bosib qo'ring. Biz keyingi partiyani tutamiz. Inshaalloh. Birinchi bolasini o'zim olib yurib ko'paytiraman degan akalarimizga keldi mana. Son oldi ekan Akmaljon buni. Son 6 dona. Qo'y gigantligini qaranglar jonivorni. Bormi ishqivoz mana. Buni o'z tulashga kelib bo'libdi akalar. Simjunni qaranglar jonivorni. Bu toza arashan ekan jonivor. Haqiqiy zo'r ekan. Hammasi qo'zatish buzgani yo'q. Qarang. Akalar qo'ylar endi mana jips o'tirib ajrasa ko'rinaveradi jonivorlar. Haqiqiy zo'rlaridan. Tiniqlardan, originaldan boqaman degan akalarimizga keldi mana. Hammasi quloq boshlari butun akalar, yoshi zo'r. Dumbani qarang. Bo'g'oz qisirligi qanaqa bo'ladi? Bular bo'g'oz qisirligi bilmadim endi, qo'zi hali. Qo'chqor bilib yurgan. Ichida qo'chqor yurgan. Gap yo'q. Qo'ylarni qarang akalar. To'g'risida qo'chqorni yaxshitib qo'shib qo'yarasiz, imkon bo'lsa. Jonivorlar qarang, dumbasini tulash boshladi, toza elita simjun qo'y ekan. Bormi ishqivoz akalar mana bir qo'raqlay tashab qo'yaman degan akalarimizga. Bo'ybasi nima deymiz Akmaljon? Bo'y 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi. 1 santimetr plus minusini hisob qilib olasizlar akalar. Jonivorlar. Yaxshi zo'r ekan qo'ylar uka. Hammasi tikka dumba, tikka razrez akalar. Oyoq qo'li uzun, bola degan sog'liq ekan. Buni yebishlar zo'r. Yebishchi vaqti zo'r. Xolos olgan odam chiroyli barakasini topadi. Xolos buni olgan odam aslida duo qilib Ish buzgani yo'q ekan akalar. Olib boqib qo'ying, xudo xolos ertaga daromadga kirgizib qoladi, xudo xolos. Qo'yni qarang, boshqacha bo'ladi. Akalar, mana shu ajrasa ko'rinaveradi qo'ylar, mana jonivorlarni qarang. Jonivor. Mana jonivorlar. Tiniq ekan haqiqiy qo'ylar. Olgan odam maza qilib boqadi. Faqat eslab yuraman degan akalarimizga sotiladi. Duo qilib eslab yurasizlar akalar, Alloh xohlasa bu qo'ylarni olib. Narxi arzon chiqadi. Narxi qanchadan uka? Narxi bularga ham shu vaqtdan ketaveradi. 4 million 900 ming so'mdan. Ulardan kam yeri yo'q. Bu qo'z xolos bular. Kam yeri yo'q, lekin narxini tushirmasak bo'lmaydi uka. Oldi bular 50 ming so'm o'tib beramiz. Oldi bering. 50 ming. 100 ming o'tib berasiz.
Mayli juda 4 qilmay. million 800 4 million 800 dan bir joyga ol. Hammasini bir joyga olibsizmi? Barakasini. 4 million 800 ming so'mdan bormi akalar? Mana. Ayda bayda yo'q narx. 4 million variantdan 800 ming so'mdan. Qo'shila balaga. Yirik yetigudan zo'ridan boqaman degan akalarimizga. Qo'ylar haqiqiy yirik ekan akalar. Kimga ma'qul kelsa, aloqa chiqarasiz akalar, biz keyingi partiyaga ko'rsatamiz. Bularning narxi akalar qaytib bo'lmaydi. Faqat 2026-yil xuddi mana shu shanba kuni akalar. 7-mart kuni bo'ladi akalar. 8-mart kuni ham bo'lmaydi bularning narxi akalar. Bunaqa arzon narx hech qayerda yo'q. Qo'ylar qaranglar. Cheyigidan haqiqiy beli 50 tuqumni qo'ysa akalar 10 euro degan variantidan. Qo'ziga sotiladi. Garbonosini qarang, uni qo'zini. Qo'zi Akmaljon. Joy ham qo'zi. Qo'zi. Sovlig'i cho'si ham. Sovliq. Bir joyga olib boqaman degan akalarimiz yana. Qo'ylar qarang. Uncha charxsidan. Bol qo'rqitmanglar, bo'ldi. Qo'ylarni qaranglar akalar. Bir joyda turgan narsa asosan yemini yeb turgan. O'zim qo'y qilib olaman degan akalarimiz aloqalab turaverasizlar. Bormi ish qilyapsiz akalar mana. Tikka dumbar azres. Chiroyligidan. Bo'ylari nima deymiz? 75 ga beraveramizmi bo'yni? Ketaveradi bo'ylari. 1 santimetr nari beri. Chiroyli narsalar ekan jonivorlar. Haqiqiy zo'r ekan. Mana jonivorlarga qaranglar. Haqiqiyda qo'y tepasiga kelsangiz akalar bir umrda charchoq chiqarib oladigan manzara bo'lib turadi jonivorlar. Haqiqiy kiyik tikka qo'ylar ekan. Bular badallari ham vafshimiz jonivorlar. Yebichlari zo'r ekan bularni. Shu vafshi zo'r qo'yiladi. Badani zo'r ekan qo'ylar jonivorlar. Badani aytib qo'yiladi. Yaxshi narsa ekan. Eslab yurib, boqib yuraman degan akalarimizga qanchadan qilib beramiz? Buni narxi islamagan 4,5 dan pastiga. Yo'q. 44 dan. Serios. 44 dan. Yarim emas. Yo'q. Kami ham bor. 4 million 300 dan aka. 4 million 300 dan desak, 1,5 milliard deb o'ylashmasmiki? Beraverasizmi? Like-ni bosib obuna bo'lganga mana ketdi. 4 million 300 mingdan. 4 million 300 ming so'mdan. Like 24 soat. 24 soat umuman o'ylanmas aloqa chiqarsa. Gap yo'q. Qanaqa payt bo'lsa ham. 4 million 300 mingdan do'stona maslahat tavsiya akalar ham desa. Oling mana boqing. Olaman degan odamga vodiygacha dastlabkasi o'zimizga. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul akalar. Shu 4 million 300 ming so'mdan ishqibozga sotiladi akalar. Shu qo'y barra qo'yadigan bo'lsa 5 million yo'qsa 4,5 million so'm. Barra emas, bu barrani olib bunday qo'yguncha akalar 4 oy 5 oy vaqt kerak. Olib boqib qo'ying mana. Yoshini, zo'rini, kelajagi borini akalar. 4 million 300 dan ketdi bir joyga. Keyingi partiyamiz oxiriga egiz qo'yimiz bor. Bunaqa egizda akalar shu yoshga kirguncha ko'rmagansiz. Mana qo'yda qarang. Bolalar ikkalasi ham qo'chqor ekan-a? Ikkovi ham qo'chqor jonivorlardir. Like-ni bosgan odam xohlasa yutadi akalar. Mana jonivorlar qarang. Afg'on Ikkalasi ham qo'chqor. Bola omon rangini qarang. Haqiqiy simjun ekan. Nima deyapti Qobiljon? Like-ni bosing deyapti. Qo'ydi qaranglar. Qo'yavering. Bolalar akalar jonivor bo'g'ilib qoldi. Ikkalasi ham qo'chqor ekan, bolalar hisori ekan jonivorlar. Qo'ydi qaranglar, rangini qarang, sifatiga alohida baho berib qo'ysa akalar. Onasi o'zini ororoq chunki ikkita bolani boqyapti. Onasini bo'yini nechaga berasiz Akmaljon? Bo'yi 80 chiqmasa kerak. 80 1 santimetr qasroq. 80 ga beraver, 80 chiqadi Akmaljon. 80 ga olib boradi. 80 chiqaradi hozir. Bolalari qo'chqor-a? Ikkovi ham qo'chqor jonivor. Narxini arzon qo'yamizmi? Narxi vaqti arzon. Chiroyli qilib qo'yib beramiz. Dollardan so'm Obunachilarimizga. Mana. Kambag'alni bo'y qilaman degan variant. Bolalar oyoq qo'li uzun variantidan ekan jonivorni. Olib maza qilib boqib yuraman degan akalarimiz alohida o'tirasizlar. Qo'y haqiqiy sog'lom, tetik qo'y ekan. Bolalar shalpon quloq ekalasi ham jonivorlar. Quloqlari butun jonivorlarda. Narxini sindirinchi bitta. Narxi 13 million emas. Qancha? 12,5 emas. 12 ham emas. 12. 12 million so'm. Bo'ladigan narxi 12 million so'mga. 12 million so'mga barakasini bersin. Xursand bo'lib duo qilib qo'yishadi bitta. Lavis qilib qo'ydim Akmaljon, 12 emas. 100 ming o'tib bering, 12 dan kam bo'lsin. Barakasini bersin. Sirraz aloqa. 100 ming bo'lsa ham kam bo'lsa Akmaljon hech yo'q. Bir qop kepat pul yordam qilib qoladi-da. 11 million 900 mingga ishqibozga sotiladi akalar. Bu o'zi bolalari akalar bir 3 milliondan bo'lib qolsa ham 3 milliondan bermasa ham kerak akalar. Misol qilib aytganda.
Vallahi ıslanlarga yaxshigina pullar qo'sa kerak. Yaxshigina pulni oladi. Olmaydi hozir. Qo'ziladi qarang, oyoq qo'l zulligin. Ketdi mana Lekin jonivorlar yem qo'shaq yeyapti inasi bilan. bir joyga. Ekilab olsam qo'chqor. 11 million 900 ming so'm. 900 mingga bo'ladigan narxi. Oxirgi narxi. Qayerda dastlabki? Dastlabkasi vodiygacha. Like, tirs bosib kanalga obuna bo'lib, otangga rahmat deb qo'shora. Videolar shu yerda yakunlaymiz. Gap yo'q. Yana yangi partiya kelyapti, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Xudo xolasa arzon qilib chiqarib turamiz. Gap yo'q.